Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da Sıdıkacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizgiler 2024 yıl 4. ayının 26. günü. Heptiga cüme. Çünkü cüme dedim ya kandak vatandaş geçiren bu çizgiler bilen takmadı. Bugün çizgiler 4. ayının 26. günü heptiga cüme. Vatandaşım bugün sizlerge sözdeydiği leksiya ve muhakemelerine hazır başlayımız. Leksiya, Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat ishlar katibi Antony Blinken 23. kunidan 26. kunigacha Beijingda, ya'ni Jungo'da ziyoratda bo'ldi. Birinchi bo'lib Shanxay shahriga tushdi. Bundan keyin Beijing shahriga qaytib keldi. Beijing shahriga tushdi va oxirida Jungo Wang Yi, Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi, suhbatlashdi 6 soat. Ondan keyin Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Bütün jarayon mana shu kayfiyatdan aytganda vatandoshim, men dastlabki Shanxayga aeroplan shu tushdan tushayotganda titik, g'urur bilan tushdi. Aeroplandan dedim bu ko'rinish bir. İkincisi Beijingda vatandoshim Wang Yi, Jungo'nun tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Wang Yi bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning chiroyiga tikilib qaray olmadi. O'xshashla Davlat ishlar katibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari Beijingda tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Wang Yining didoriga qarabmi qo'ymadi. Qo'l ilishib turgandagi kayfiyat, daqiqa ichidagi kayfiyat vatandoshim. Daqiqa ichidagi kayfiyat, biz shuningdan o'zimizning sezgulariga asoslanib, bu qatim Amerika Jungo o'rtasida elib berilgan suhbat zada qandaq suhbat. Hozir ikki torbitida buni yozib olmadim, lekin ko'rib o'tdim. Hatta Amerika ovozining Xitoy tili programmasidami, video film programmasidami prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Beijingni ziyorat qilishi masalasini eg'izga oldi. Agarda shu keyingi yozma xabarlar yetib kelib, prezident Joe Biden Beijingni ziyorat qiladi degan hukmga yoki shunda xabarga erishganda vatandosh, undaqda bu qatam Davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijingdagi ziyoratida g'alaba qildi deb hukm chiqaramiz vatandosh. Bu endi shu oldimizdagi ikki ishlar yuz berishi mumkin hozir. Bugun shunga munosabatli leksiyalarni sizlarga topshiramiz vatandoshlar. Bu leksiyalar qanday? Bu leksiyalarni sizlarga muhokama shaklda emas, o'zini material sifatida topshiraylik vatandosh. Mana qarab turing. Wang Yi, Jungo'nun tashqi ishlar ministri Wang Yi, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinken bilan ko'rishdi Beijingda. Wang Yi shundoq dedi: ichki ishlarga aralashmaslik, qizil chiziqqa dashlamaslik masalasini o'tirib qo'ydi. Jungo'ning taraqqiy qilishiga bosim ishlatmaslik. Men buni ekrandagi tartib bo'yicha yozdim juma vatandosh. Şunu bu yazma kelgen haberlerge o'xshamaydi. Cümlede, gepten gepe cümlede çatak çıksa, yani bir keçiringlar meni demekçi. Resmi o daslamazlik, qizil chiziqqa daslamazlikni o'ttirib qo'ydi. Jungo'ning taraqqiy qilishiga bosim ishlatmaslikni o'ttirib qo'ydi. Bexatarlik taraqqiyot huquqi Jungo'ning bu masalada Amerika Jungo tarafdan qizil chizig'iga daslamazlik masalasini o'ttirib qo'ydi vatandosh. Endi bu bir video filmdagi asosliq mazmun, ikkinchi video filmdagi asosliq mazmun mundaq. Amerika bu yuqorqisi Shanxay dengiz bo'yi 4. ayının 25. gün TVBS. Endi bu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinken
ikkinchi qatim Jungoni ziyorat qilganda. Bu yerda ikkinchi qatim deganda o'tgan yili 2023-yili 6-oyning 18-kuni Beijingni bir qatim ziyorat qilgan edi. Buni ikkinchi qatim Beijingni ziyorat qilganda Tayvan qizil siziqiga dasmaslik bo'libmi Amerika taraf, Jungo tarafning Tayvan to'g'risidagi maydoniga demokratiya, kishilik huquq, siyosiy yo'l, ya'ni ijtimoiy siyosiy tuzumga chiqilmasligi kerak. Bu Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yining deganlari va taraqqiyot huquqi to'g'risida qizil siziqlarga dasmaslik kerak. Asosiyatda yuqori xabarlar o'xshaydi, lekin to'liqroq. Ko'pchilik Jungo taraf davlatning egilik huquqini, bexatarligini qo'g'daydi. Taraqqiyot huquqini qo'g'dash irodasidan tavranmaydi. Janubiy dengiz Tayvan masalasida qat'iy maydonimizni sharhlaymiz. Aniq talablarimizni o'ttirg'a qo'yamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari TikTokning Jungodagi ana shirkatidan ayrilib ketishiga 1 yillik cheklama qo'ydi. Ya'ni bu qatam suhbatda TikTok masalasimi bor, Tayvan masalasimi bor, yuqorida kishilik huquq va demokratiya masalasimi bor. Kishilik huquq masalasida Uyg'ur, Tibet, Hong Kong masalasi, mushqatar masalalarning hammasi bor. Lekin bu masalalarning konkretligini Amerika taraf eg'izga olmadi vatandosh. Bu masalalarning Beijingda konkret qo'yiladiganligini hozir ko'rdik. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yining qizil sidiq, dasmaslik, nima taraqqiyot, nima ijtimoiy siyosiy tuzum, nima demokratiya, nima kishilik huquq, qizil siziqqa Amerika taraf dasmasligi lozim. Bu boshda aytganimizdek Jungo Kompartiyasining tashqi ishlar ministri Wang Yining mushqatimqi Beijingda o'tkaziladigan suhbatda sizg'an sizig'i. Bu faqatlik gap nima desangiz, tashqari dunyoga topshirish masalasi. Fikr va diplomatning og'zidan chiqayotgan bu fikr tashqari dunyoga topshirish masalasi. Jungoning maydonini topshirish masalasi. Bo'libmi davlat ichiga. Jungoning davlat ichiga fuqarolarga Jungoning maydonini topshirish masalasi. Amaliyotga konkret masalalar kelganda vatandosh Wang Yi'da bundaq alfaz yo'q. Bundaq alfaz bo'lmaydi, bo'lolmaydi vatandosh. Men dedim boshqa ko'rinishda Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar katibi Antony Blinkenning chiroyiga tikilib qarayapmidi. Burun bundaq hodisa yo'q edi juma vatandosh. Burungi suhbatlarda, burungi ko'rishlarda, burungi uchrashuvlarda hech qachon bundaq ifoda ko'rilgan emas. Wang Yi davlat ishlar katibi Antony Blinkenning chiroyiga tikilib qarayolmaydigan ko'rinish burun hech qachon ko'rilgan emas vatandosh. Endi siz Rais Xi Jinping bilan ko'rishganda Rais Xi Jinping nima dedi? Naq maydonda davlat ishlar katibi Antony Blinken nima dedi? Bu video filmda berilmadi. Albatta shunday bo'ladi. Chunki davlat ishlar katibi Antony Blinken bu diplomat. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining navbat ikkinchi qo'l rahbari. Endi o sözde diyalogda prezident Rais Xi Jinping nima dedi? Ondan prezident nima dedi? Selektirmiş şekilde video, film ve axborot o'ttirg'i chiqish bu ikki davlat o'ttirishdagi ish. Bu yerda Rais Xi Jinpingning nima deganligini hozir sizlarga yetkazamiz vatandosh. Qisqartirilmagan butun ko'rinish. Davlat ishlar katibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Xi Jinping to'tni qilmaslikni o'ttirib qo'ydi. O'xshashlikqa izlanib farqlarni saqlab qolaylik dedi. Eg'izda bir xil harakatni, ya'ni bir xil bo'lmasligimiz kerak dedi. Xi Jinping mundaq dedi. Ekranda bu yil Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 45 yilligi xotir kuni.
Bu 45 yıl içinde Amerika-Jungo münasebeti Buran çapqınlarına baştan keçirdi. Bizge nurgun ilham berdi ve oygunish elip geldi. Buran çapqınlarını baştan keçirdik. İki devletke nurgun ilham ve bazı oygunishlarni elip geldi. İki devlet hemkarlaşıkçı, şirikleşik devletlerden buluşu lazım. Rekabetçilerden bulup kalması lazım. Özara netice yaratışımız gerek. Özara ziyankeşlik kılmasımız lazım. Oxşaşlıkı izini, pəriklerini saklap gelişimiz lazım. Yaman süpetlik, rekabetleşmesimiz lazım. Sözde işenç buluşu lazım. Harekette netice buluşu lazım. Sözde bir xil, hareketi yani bir xil bulmasımız lazım. Özara hürmet qilish, tinchlikda birga turishimiz lazım. Hemkarlaşıp ortak g'alaba qilish, üç cho'ng prinsipda chang turishimiz gerek. O'tmishdagi tajribalarni xulosalab, kelgusiga yuzlanadigan yetakchi ideya qilishimiz lazım. Hazır dünyada 100 yıllık özgürlüş yüz beriyotidi. Burun egizini tashlab etganda bu qatim yana egiz qapti bu gaplar Xi Jinping. Naiti cho'nqur özgürlüş bo'liyotidi. Xalqaro vaziyat naiti murakkab o'zgarayotidi. Amerika-Jungo dialoglaşni kuchaytirishi lazım. İxtilaflarni tizginlab hamkorlikni ilgari surishi lazım. Bu ikki davlat xalqlarining umumiy orzusi. Xi Jinping yana mundaq ko'rsatdi. Bo'libmi Amerika taraf Jungo tarafning Tayvan to'g'risidagi maydoniga demokratiya, kishilik huquq, siyosiy yo'l, ijtimoiy tuzumga chekilmasligi kerak. Kechiringlar vatandosh, u Wang Yining gap ekan juma. U Wang Yining gap ekan. Onun mavzusu mana mayadiki vatandosh, kechiringlar. Xi Jinping nima dedi? Bu ikki davlat xalqlarining umumiy orzusi, yuqorqilarning hammasi. Endilikda bo'libmi? Endilikda umumiy orzusi. Umumiy orzusi bo'libla qolmasdan hamda xalqaro jamiyatning o'rtaq umididir. Yuqorqilar. Xi Jinpingning gapi. Men bir qancha qatim aytgan edim. Yer shari yetarlik. Jungo Amerika ikki davlatni sig'dira oladi. O'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq gullanish ko'pchilik. Jungo taraf ishonchlik, echib etilgan, gullangan, taraqqiy qilgan Amerikani ko'rishni xohlaydi. Amerika tarafning Jungoning taraqqiyotiga aktiv va to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Bu asosli masala hal bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'tkaldan o'tgan bo'lamiz. Amerika-Jungo munosabati ondan haqiqiy muqimlashadi, yaxshilanadi, olg'a qarab ilgarilaydi. O'tgan yili men Prezident Joe Biden bilan San Fransiskoda ko'rishdim. Kelgisiga yuzlangan San Fransisko manzurasini yaratdik. Xi Jinping deydi. O'tgan bir necha oy ichida ikki tarafning amaldorlari ikki davlat boshliqlarining o'rtaq tonishini amaliylashtirdi. Her qaysi sohalar bo'yicha aloqa munosabatni saqlab keldik. Ba'zi aktiv taraqqiyotlarga erishdik. Hal qilishga tegishli yana nurg'un masalalar bor. Ikki davlat o'rtasida yana tadrijiy tirishchanlik ko'rsatadigan makonimiz bor. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu qatim Jungoga ziyoratga kelishini men Prezident Joe Biden bilan bir necha hafta burun telefonda so'zlashganda bekitgan edik. Yani bu yil 4-oyning 2-kuni so'zlashdi. 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari
Maliye Ministerligi'nin ministeri Janet Yellen hanım Cungo'ya ziyaret geldi. Telefonda sözleşip bir günden keyin. Dikkat et vatandaş. Bekitken edik. Sizden bu seferden quruq qaytmaslig'ingizni umid qilaman. Mana gap rostchilik gapda. Suhbatning konkret jarayoni o boshqa o'rinda. Mao Reis Xi Jinping so'zlayotgan so'z Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo ishki davlat munosabatining kelgusi manzari. Balki hozirgi realligi va balki o'tmishki realligidan xulosalangan, tajribalashtirilgan fikrlar. Bu herkes konkret söhbet jarayonida bo'layotgan so'zlar emas. Konkret söhbet o bo'linib bo'ldi, so'zlanib bo'ldi, bekitilib bo'ldi. Wang Yi, minister Wang Yi Jungo'ning Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning chiroyiga tikilib qaramadi. Shunami? Men bu sizden bu qatimki seferdə quruq qaytmaslig'ingizni umid qilaman. Bu Reis Xi Jinpingning oxirgi so'zi. Shundaqla siz bu ziyoratingizda mening prezident Joe Bidenga yo'llagan salomimni alg'ach ketishingizni umid qilaman. CCTI TV bu Jungo'ning o'zining axbarat ornu bo'lsa kerak. Shuning da elinde 4-ayning 26 kuni bugungi xabar. Endi siz boshda aytdik-ku, bu faqat davlat boshlig'i sifatida prinsip, ya abstrakt prinsip so'zlayotdi. Konkret suhbat, konkret so'zlashlar allaqachon tamomlanib bo'ldi. Bu qatimki Beijingga qilingan safar, katta ziyorat. Ondan keyin hozir Wang Xiaohong yezish ulgurmay qoldi. Wang Xiaohong to'g'ri, Wang Xiaohong. Bu qatim Reis Xi Jinping bilan ko'rishgan jarayonda Jungo Saqchi ministerligining Saqchi ministeri Wang Xiaohong bilan ham ko'rishgan. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shundoq ko'rishdi. Bir Saqchi ministerligining odami ko'rishishdi, bildi bo'ldimi yoki ayrim ko'rishdimi shu xabar keldi. Bu yerda Wang Xiaohong Saqchi ministeri bilan ko'rishish birinchisi Amerika Jungo o'rtasidagi Pentayni ko'milichi dara ximiy mahsulot zaharli chekimlar masalasi. Yani boshqa tarafdan tahlil qilsak, uni boshqa kunlardagi yetib kelgan mazmunlarga birlashtirib tadqiq qilamiz, tahlil qilamiz vatandash.